olyapti. Aziz hurmatli ko'raydigan do'stlar, hozir idgoh samti sharqiy qariya Tibirka namoz id o'qilgandan bir necha daqiqa ilgari va sizlar hurmatli inog'alarni astariqi Channel YouTube Sarpul yulduzlari xohladik idgoh qariya Tibir ulusoliy Sonchorak viloyat Sarpulda ko'rsatsak va mana bu yerga ham do'stlar kelibdi. Bularni ham olamiz. Havalangizni idlaringiz muborak. Faqat xulosa tikroran ham bir buzurg'or soqsizmi, oromborsizmi, jo'rsizmi? Soqsizmi, jo'r baxet. Qismi ko'rasizlar, Kobildan ham mehmonlar kelgan. Sherga bugun qaysi ro'zdir mardimni uchun jamdir? Bugun vaqar nasib bo'lsa 7 ro'zidaga. 7 ro'za mardim idgohga jam bo'libdi-ku, vaqar namozda o'qisalar u o'ylariga qarab turib ketdi. Tashakkur. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Id necha bajaga o'qiladi deb aytilgandi? Salomat bo'ling. Fikrlaman 7dan 45 ga o'qiladi. 7dan 45 ta. Degan bunday kish bo'ldi. Idga nima tafriq programmalaringiz bor? Xush kelibsizlar. Sizlarga xullas Kobildan vatandaşlarni ko'rgani keldik. vatandaşlar ko'rgan. Boshqa bilan nima tafriq bo'ladi Tibirga? Shet futbol bo'lsa, Aksaran futbol ma'muldiga. Sizni ko'rayotganlarga nima payomingiz bor? ko'rayotganlarga idlar muborak bo'lsin, jonlari bo'lsin. Siyati salomat bo'ling. Ironga ham siz bilan ko'rayotganlar, do'stlaringizdan toza kelgan mehmonsiz, nima payomingiz bor? Do'stlarga va daflarga hammasiga vatandan iti muborak deymiz va tabriklaymiz. Umidga musofirlikka yaxshi shaklga o'tkazsalar. Tashakkur. Bir kalima baxsh bo'lsin-da muzoyman bo'ldik. Eid muborak. Ramazon bilan Eid Qurbonni bilan tafovuti bormi sizning oldingizga? Yo'q, ikkovi ham bir xushlik payomi bir. Shuning uchun ikkovining ham payomi xushlik payomni tabriklaymiz. Inshaalloh sizni ko'rayotgan berindalaringiz hammasi yaxshilikda o'tkazsinlar. Tashakkur. Sog' omon bo'ling. Tanho otingizni bag'ishlang-u va do'stlarga payomingizni ayting. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'ud Imodiy dega bir ro'z avval Eid Said Fitr mavqiyatam ulusoliy Sonchorak qariya Zibay Tibir ko'rayotgan do'stlar beinandalarga Eidlarini qutlug' bo'lsin deymiz. Inshaalloh jo'ri sihatmand u bir fazoyi komilan dega xush-xushollikka Eidlarni safar qilsin. Tashakkur. Sog' omon bo'ling. Eid ro'zlar ko'pchilik bo'lgani uchun motosikl va motorvolalarga nima payomingiz bor? Oyista aydasinlar. Ko'p ehtiyot qilsinlar. Dar suratda oyista aydamasana u bilan. Dasturda oyista aydamasana, o'zi ham jigarxon bo'ladi, taraf muqobil ham jigarxon bo'ladi. Oyista tarafga Xudoning xoss taraf bo'lsa, hop, mas'uliyatlar bilan bor, ham hasorat moliy joni shu ikki taraf keladi degan. Tashakkur. Ustod Oqbulutdan ham payomni oldik va boramiz Samti Idgohga. Ko'rasizlarki, hozir Samti Idgohga boryapmiz. Tibirga necha joyga idgoh o'qiladi? Soat 2 joyga. 2 joyga. Bu qaysi Samti Idgohdir? Biz samti Sharq idgoh. Eid nechiga o'qiladi? Eid ma'lum emas, shoyat 9daga o'qiladi. 9daga. Tashakkur. Sizni ko'rayotganlarga biron payomingiz bormi? Va salomat hammasiga jo'rsan. Tashakkur. Sog' omon bo'ling. Ko'rasizlar, tamom joyga baliq. Va hozir mana bu yerga ham chis pishyapti. Idgohga sari boramiz. Mana bu xaymalarni ko'rasizlar. Bu xaymalar komilan baliq pishirilgan va go'sht pishirilgan. Chunki Eid faqat go'shtni va Eid tanho baliqni va Eid tafrini eti. Xush ko'raman. Eidingiz meshasmish muborak bo'lsin. Sog'sizmi, orom borsizmi? Eid nechiga o'qiladi debdi? 8ga debdi, qani inshaalloh. 8ga. Eid har qancha kech o'qilsa yaxshimi, vaqt o'qilsa yaxshi? Kech o'qilsa yaxshi. Ofarin. Baxotirka bir xilali jo'tka o'qigan. Hamchiron do'stlarni qablazid odam yaxshi ko'radi. Bali, shunday. Siz ko'rayotganlarga nima payomingiz bor? Payomniga jonlari jo'r bo'lsin. Beshobish hammasini idlarni tabrik qilaman baxayrga. Idlari muborak bo'lsin. Hamchiron sizlarga. Tashakkur. Siz ham sog' omon bo'ling. Yaxshi kunlar. Sog' bo'ling. Hozir mana bu aradan boramiz Samti Idgohga ki janobi Mo'losevlar va ulamo qablaz javonlar hatman saf olgandir. Tıpkı ma'mul va Eid ham boroylari bir sürüzgari xullas havo yaxshi javgar ham edi va kamerabayrimizni Assalomu alaykum, sog'sizmi? Orom borsizmi? Jo'rsizmi? Orom borsizmi? Sog'sizmi? Nimaga muntazirsiz deydi safga? Safga shundan bo'lsa, safga qarab. Ya'ni Eid o'qilgan uchun muntazirsizlarmi? Eid muntazirimiz, Eid o'qilgani edi. Qaysi Eiddir bugun? Eid Qurbonmi, Eid Ramazonmi? Eid muborak Ramazon. Dillangiz tabrik bo'lsin, tashabbus muntazirga sho'rganmizga avval Xudo inshaalloh umidvormizki, Alloh taoloning mana shu bizlarga bergan moy muborak Ramazonini kutdik.
Alloh qabul qilsa, umidvormizki namozini ham inshaalloh o'qisak. Shuning uchun peshabda illaringiz tabrik bo'lsin deyman. Tashakkur, sizniki ham tabrik bo'lsin. Va sizni ko'raydigan do'stlar kastlari Qishaynali YouTube Sarpul yulduzlari ko'radi. Ularga nima payomingiz bordir? Sizni ko'rayotganlarga nima gapingiz bordir? Ularga salom ayting, yillari muborak bo'lsin inshaalloh. Bizlar ham inshaalloh shu shunday ro'zlarni ko'rsin inshaalloh. Amin, hammamiz tashakkur. Sihat salomat bo'ling. Hurmatli ko'raydigan do'stlar va videoni idoma beramiz samti markaziy Idga va assalomu alaykum. Xush omading, xubasting, baxayr asting. Xush omading. Tashakkur az shuma به خاطر که امنیت ایدگاه قریه تی را تامین میکنین و برای دوستایی که موتورسیکل و موتور میروانند بر اونها چه پیامی دارین بر روزهای عید؟ حالی که به همه مردم شما تبریک باشن که میگه سعید فیتره. و دیگه اینکه انشالله ما کسایی که خسرانه متاسفانه میدونن باید که خود نفس متاسفانه مردم مسیرخط میارن نگه کام بی‌نظمی میکنن انشالله در مقابل او برخورد تشکر از خادمین امارات اسلامی و به ویژه خواندان صاحب. خوش آمدین شما. یعنی موتورسیکل و موتور آهسته بدوانند به خاطر کدام فیزیام است باید که نظم راحت بکنن. تشکر. صحت و سلامت باشین. زنده باشین. بینندگان نهایت محترم میریم به سمت مرکزی که ادای عید امسال و ادای عید خوشی باقی است و این طفله که میبینین در حال آماده سازی نخود. و من کاسه از قنچه‌در؟ 5 روپا. قنچه؟ 5 روپا. Yaxshi pishiribsanmi? Yaxshi pishgan. Aferin. Xo'p, sotdingmi ham shpirek sotmadingmi? Men bir tane yedim, baxshimi? Baxshi. Oting nimadir? Ahmad Suhayl. Har itga sotasanmi? Yo'q, bir shitga sotyapman ma'lum ekan. Qancha topsang bo'ladi shu itga shu bo'ladi? Bir 3-4 ming bo'lsa bo'ladi. 3-4 mingga qo'shsanmi? Aferin. Va do'stlar ko'rasizlar. Do'stlar ko'rasizlarki mana shu lahza xullas mardum itga jam bo'lyapti. Turkiyadan qachon keldingiz? Türkiye'den mi? Necha ro'z bo'ldi? Türkiye'den Biron bo'ldi. keldim. Avval tirama. Ha. Bugun qaysi itdir? Eid Qurbonmi, Eid Ramazonmi? Eid Ramazan'dır. Turkiyaga yaxshi Eid bo'ladimi, bu yerga yaxshi Eid bo'ladimi? Ama Türkiye'deki biraz uzun millet de zor kişi var. Bu yerga yaxshi o'zal bo'ladi. Bu yerga afg'on ko'ylak kiyaysizlarmi, dirish kiyaysizlarmi? Ilişkimiz Nima uchun afg'on ko'ylak yaxshi ko'rinmaymi? ya Afgan koyulak onlar istemedi ki. Aha, afg'on ko'ylakni istamaydi. Ha? Xo'p, bir turk gapiring. Turk arkadaşlarga ne diyeceğiniz bordir? Hoş gelmişsiniz. Ne diyeceğim? Bugün hangi gündür? Bayram mı bugün? İyi bayram, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramın hangi günüdür? Bayramlar ilk günü. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Turkiya borgan inog'amizni turk gapirtirmoqchi bo'ldik. Turk gapirolmadi. Siz ham Turkiya borgansiz. Bugun bayramın hangi günüymüş? Bayramda bugün Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bayramda birinci günü. Ramazan bayramının birinci günü bizim Afganistan'da Sarıful ilçesinde inşallah bugün bayramı geçiyor bugün. Evet. Birinci günü. birinci günü. Bayram günleri sizin arkadaşlarını söyleyeceğiniz var. Ben arkadaşlardan buradan Afganistan'dan bütün Türkiye'deki başka ilçede olan arkadaşlara itlerini tebrik diyorum. Sağ olun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Mana bu yerga ham bir jamjamaga ekan, bu yerga kimlar bor ekan? Jumla javonlar hormanglar. Jumla hormanglar, idlaring tabrik bo'lsin. Paymullajon ijozami? Ijoza. Bega nimaga o'tiribsizlar? Bega shunday muntasirmiz namozga. Idga. Bale. Ya'ni Eid o'qilsa. Bale Eid o'qilsa. Ba'd az Eid nima programmang bordir? Ba'd az Eid bir qabristonga boramiz, bir duo qilamiz inshaalloh. Va undan nari? Undan nari mayda uyga boramizda. Tanho uygami yo qavm qaribga do'stlarga ham boradimi? Qavm, hech do'st rafiqlar olaga boramiz. Tibirga Eidga bir arava ikki futbol bo'ladi, boshqa nima tafrilar bo'ladi? Boshqa joy chakar bor degan ho. Qavm hech o degan. Seni ko'rayotgan do'stlarga nima payoming bordir? Jo'r salomat bo'lsinlar. Eidga koloni bega tiktirdingmi yo mazorga? Yo'q, mazorga tiktirdim. Mazorga bir koloni bay qanchadir? 300 rupiya. 300 rupiya. Arzon ekan. Ava. Tashakkur. Otingizni bag'ishlaysizmi? Otim Abdulvosi. Rahmat. Xo'p. Mana.
Bu yerga Eidga muntazirsiz. Bu yerga Eidga muntazirmizki, Eid namoz o'qilsin. Vosijon, sizni ko'rayotgan do'stlarga Channel YouTube sarpiluzlari ko'radi. Ularga nima payomingiz bor xorij Afg'onistondagilarga? Hech payomim yo'q. Jo'r saytman bo'lsinlar, Eidlarni tabrik etamiz. Baliq go'shti yeganga hozirsizmi? Hozirmiz omada. Baliq go'sht ko'p namozgani. Ko'p bo'lsa, sayr. Futbol ham qilmoqchisizmi? Futbol ko'ramiz qana. Eidga. Eidga bo'lsa qilamiz. Maydoni futbol yaxshimi, futsal yaxshimi? Futsal yaxshi. Futsal. Futsal nima uchun yaxshidir? Futsal bundaki odamni tez charchamaydi, ham vaqt ham 1 soat ham to'rpaqa jig'ilmaydi. To'rpaqa jig'ilmaysan degan. Tashakkur. Sog' omon bo'ling. Eid o'qilyapti.